جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler! Agar sizlar kafirlarga itoat qiladigan bo'lsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yonduradi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Ali Imron surasi 149-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu darsimiz mashq bo'ladi. Ilgirki butun darslar bo'ldi. Fatha, damma, kasra, sakin, ya'ni sukun va shadda. Eng oxirgi darsimiz bo'lgan shadda va ilgirki asosiy qism bo'lgan birinchi bobimizningki umumiy mashqlari bo'ldi. Keyingi darsimiz bo'lsa xulosa mashq. Bu mashqni yaxshi qilinglar. Xulosa mashqda Qur'onningki bir suraningki ma'lum oyatlar tanlanib, u oyat ustidan ishlaymiz. Unda da darsimizni boshlab ketaylik. Bu qitim har qitimqiga o'xshamaydigan shaklda butun darslarni o'rganib bo'lgan bo'lg'achqa harflarningki ismini demasdan bevosita o'qib beraman. 3 qitim takrorlab beraman. Menga agishib birga o'qinglar. مما 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 عده عده qandatdi shadda oldingi harfga shadda qo'yilgan harf oldi bilan sokinlik o'qilib, keyin shadda nima harakat bilan kelgan bo'lsa, u harakat o'qiladi. Shunga aynni dal harfining shaddalik holatiga qo'shdik, ad dedik. Undan keyin shadda nima bilan kelgan bo'lsa, da, ya'ni fatha bilan keldi, dani o'qidik, ammo shart tovush uzilib qolmasdan chiqish kerakdi. Shunga adda dedik. Yani bir qitim. Adda. Keyingisi. Kullun. 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 توابا 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 keyingisi tabbat qaranglar keyingi harfmi sokinlikkan oldi bilan buni bir parchalab olaylik. Ta fathalik keldi, ba bo'lsa shaddalik keldi. Oldingi darsni xotirlanglar. Ba bo'lsa shaddalik keldi. Bu shaddi kelgan vaqtda bu ba harfi oldi bilan sokin o'qilib, ilgirki harfning harakatiga nima bo'lsa, uning bilan qo'shilib tab dedik. Undan keyin shadda nima harakat bilan kelgan bo'lsa, u o'qiladi va keyingi harfimiz sokinlikdi. Unda bo'lsa tab ba deydik, ammo sokinlik bir harf bo'lganligi uchun bat dedik. Bu qanday o'qildi? Tabbat. Agishib o'qinglar. Tabbat. Tabbat. Tattali'u. Qaranglar. Bu ta bo'lsa to biroz qiyin buni talaffuz qilish. Tattali'u. Tovushni uzmasdan. Yana bir qitim. Tattali'u. Yana bir qitim takrorlab beray. Tattali'u. Keyingisi. Yamudduhum. Yamudduhum.
يمدهم keyingisi يكذب يكذب Qaranglar, bu yerdagi dal harfini o'qigan vaqtimda talaffuzda kesib etmadim. Yukazzibu. Yukaz dedim shundami? Kazzibu. Yani kaz dedim, dani yani chiqardim. Yukazzibu. Keyingisi mustaqarrun. مستقر مستقر فصل لربك qaranglar ikki dona bu yerda nima keldi lili shon buni o'ttirni uzib qo'yib fasalli li robbika demaymiz chunki bu uzartilmay o'qiladigan li bu bo'lsa yana uzartilmay o'qiladigan li fasalli li robbika hargiz buni fasalli li robbika deb qo'ysak bo'lmaydi fasalli li robbika ya'ni qayta ta'kidlab o'tay bu misollarning hammasi Qur'ondagi misollar o'rnaklar Şuna aldığımızda Kur'an okuyan vaktimizde bu sözlükler çıkıyor. Şunlaşka dikkat bilen tanışanlar özleştirip verenler. Hergiz mu fasalli li rabbike dep okumayımız. Fasalli li rabbike sozmasın. Qayta sözün olma. Anlap kaldım sözün olma. Fasalli li rabbike dep okuludu. Yani bir ixtimde anlayın. فصل لربك تمام سحار عليم miyadagi kasraning uzartilib o'qilish bo'lgan tik kasraning o'rniga bu chiqib qolibdi bu fontning masalasi ekan kechirsizlar سحار عليم يعني برقتم سحار عليم ولا يحض ولا يحض ولا يحض ويحق القول ويحق القول ويحق القول إما يعذبهم Hozircha men so'zlab o'qib berganlar bo'lib qolsa, so'zlab o'qib davomlashtiringlar. Keyingi darslarimizning temasi bu. Vaqt kelgan chaqda tafsiliy to'xtalaman. إما يعذبهم إما يعذبهم تمام بآيات ربنا
Miyanimu üzüp qo'ymdimi? Bi ayati robbina deb qo'ymadim ikki kalima bo'lgan bilan. Diqqat qilinglar. Bi ayati robbina ti robbina qayta o'qinglar. Alman takrorlab beray. Bi ayati robbina فسواهن سبعة فسواهن سبعة فسواهن سبعة نسبح بحمدك نسبح بحمدك نسبح بحمدك مما ذكروا مما ذكروا مما ذكروا. Bu dersimizde dammehnin tüzülüşleriga to'xtalmadim. Mashqda ayrim bu munda tuzildi, bu munda bo'lgan ekan oldi bilan kasra deb har bir mashqqa, ya'ni har so'zga to'xtalib o'ltirmadim, chunki oldingi darsimizda umumiy qilib to'xtalgan edim. Shunga buni yaxshi tushunmagan bo'lib qolsanglar, qanday o'qilishni oldingi darsninki oxir qismlari qarsanglar yaxshi tushunib olasizlar. Endi har birisini bir qitimda o'qib beraman. Tez-tez menga yakshib o'qinglar. Mimma adda kullun tawwaban تبت تطلع يمدهم يكذب مستقر فصل لربك سحار عليم ولا يحض ويحق القول إما يعذبهم بآيات ربنا
فسواهن سبعة. نسبح بحمدك. مما ذكروا. Bugünkü dersimiz müşterek boludu. Məşqni yaxşı qilishinglarni birinci bab asosiy darslarimiz tükkan bo'ldi. Ham tajvid darsiga o'tib ketdimiz va o'tashning oldida bir xulosa darsimiz bo'ldi. Qur'ondan ma'lum oyatlarni tanlanib, u oyatlar ustidan to'xtalib bir mashq qilib o'qib chiqamiz. Keyingi darsgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران.